olamiz, yana qaytib tokka tiqamiz, ishlamaydi. $81 bunaqa polirovka ololmasanglar kerak. Toza nemetskiy variant, 1100 watt, ichidan hamma narsasi chiqadi. Taxtaga ham ishlov bersanglar bo'ladi, mashinaga ham mana ko'rsatib qo'yibdi. Polirovkani dodo varianti. Bitta ishlatamiz, sizlar bilan ko'ramiz, qaranglar. Bir qo'l bilan ishlatyapman, o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Mana. Antadan kontrol qilsanglar bo'ladi mana. Judayam yengil. Buni hali yana ko'tarsa bo'ladi. Оборотini antida konkretniy o'zida yozib qo'yibdi. 1100 watt, оборот 1000 dan 3,5 minggacha. 180 millimetrli mana shunaqa gubkalar ketadi. Bosaverasizlar akalar, mashinaga ham olib qo'ysanglar. Polirovkachi akalarning hozir kakras vaqti keldi. Polirovka qilinadigan vaqtlar. Bossa bo'ladi. Zo'r variant $81 ga Germaniya mahsulotini olishligi mumkin. Olamiz, yana qaytib tokka tiqamiz, ishlamaydi.